Kuzatuvchilari, bugun biz Minecraft'ni o'ynaymiz. Prosta o'ynaymiz, tamam. Mana afsuski jonli rejimda o'ynaymiz, lekin biz boymiz. Ana turib oldik. Xullas, doim quyidagilarga chiqaylik. Gibi. Ana u mana bu yerda chala o'tirardi. Kerak etdi. Aytganda kecha o'ldi-ku. Voy, creeper. Faqat bu yerda portlama. Faqat bu yerda portlama. Mana bu yoqqa kel. Nanchada portlasang bo'ladi. Jonim ketdi. Oh, boy. Bu konu yopib tashlash kerak do'stlar. Bu yerda bir kirib chiqmagan. Qani shu yerga şimdi. Tamam. Neyse. Ular shaharga borib ketishga to'g'ri keladi. Hozir ishga qo'yib, tezda o'sha yerga borib, sizlarni o'sha yerda ko'rishamiz. Voy do'stlar, mana kechqurun 12 da kirib keldim shaharga. Juda kech hozir shaharda. Kech bo'lganda nima qilaverman? Uyli eshiklari ham allambalo tepaga chiqish kerak bo'ladi. Kechqurun 12:30 do'stlar. Oh, mana bu yerda sandiq bor ekan. $100,000. Kimni pullari bu? Meniki. Joyga qo'y. 5 yildan beri yig'aman. 45 tasi oldim. Ha, olaver. Ha, menda juda ko'p pullar. Men bu sandiq bo'lish kerak. Bo'shatib ketishdi. Do'stlar, men qaytib qishloqqa ketyapman. Yo'q. Ana do'stlar, qaytib keldim qishloqqa. Oh my god, axir boyliklar bizga qoladi-yu. Uncha bo'lasizmi? Judayam ko'p. Oh, kartoshka olamiz, ekamiz. O'zimizga endi bu oziq-ovqatlar. Aytganday do'stlar, avval ana tabovoy bordi-ku, o'shanda umargan narsalarimiz hali bor. To'xtang. Chopqimam bo'lish kerak shu atroflarda. Qani chopqim? Aytganda chopqim singandi-yu. Yo'q, sinmagan. Aytganda chopqilarimni ham hamma narsalarni qasolaman. Yo'q. Cho'qqimga nima bo'ldi? Kiyimimga qaraychi. Kiyimim ham yo'q. Hali ham yangi kiyimim bor. Shuni kiyib olaman. Aytganda men o'lgandim, cho'qqim ham singandi. Uzr do'stlar, kreativ rejimiga o'tishga to'g'ri keladi. Chunki cho'qqim yo'q. Kreativ yes. Survivalda mana kreativ o'tib oldik. Endi cho'qqim sehrlashga to'g'ri keladi. Buning uchun biz sandiqqa qilish joyiga kirib olib cho'qqa olamiz. Mana yo'qda sehrlaymiz. Cho'qqa oxirgi rusum sehrlash olish. Mana do'stlar. Keyin hamma narsani sehrlab oldik cho'qqani. Endi survival rejimini o'tgan bo'ladi. Survival kreativ. Ana o'tib oldik kreativ bilan survival ham
Endi cho'qqim olamizda. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Esimdan chiqib ketdi. Cho'qqin nimaga oldim bo'lmasa? Da, aytganda tepaga chiqamiz dedim. Tepada nima qilamiz? Ya bilmadim, bir nimagadir cho'qqim yasab oldim. Uy, suvga kiyimim bo'ldi. Cho'kaman, do'stlar, cho'kib ketdim. Iltimos kanalga obuna bo'ling, like bosing, menga yordam bergan bo'lasiz. Hoppa, ana shunday. Uy. Aylik tepaga tezroq bo'lmasa, mana bu yer yo'q, tashlash kerak. Bakın ha, çok olamiz shu yoqqa. Mana o'q daraxtlar şeyimiz. Bechora qariya yaxshi odam edi lekin. Sizlarga aytgandek sekinlikni joyimni ham ko'rsataman hozir. Bu yerda men boydan ana u yerda yashayotgandan o'g'irlagan pullarim bor. Endi u ketdi, qolaganimcha pullarim qo'shagan bo'ladi-yu, lekin men joy yaxshi. U ketdi degani bu dunyoga ketdi degani to'g'ri. Lekin men bu pulni ham tiqib qo'yaylik. 100 ming dollar bor. Sizlar obunachilarim aytmaysizlar ham. Sizlar yaxshi odam. Xullas, ana do'stlar, videoning vaqti ham cho'zilib ketmoqda. Iltimos kanaliga obuna bo'lib, like bosib, tarqatib qo'yib, kommentariya yozishni unutmang. Shu video agar 10 mingta yo 100 ta like yig'adigan bo'lsa, men ikkinchi qismini ham chiqaraman bu videoni. Ikkinchi qismida ham bu yoqda odam kelgan bo'ladi. Mer bo'ladi u ham. Iltimos kanalga obuna bo'ling, like bosing, tarqatib qo'ying, kommentariya yozing. Like obunachilar soni ham ko'paysa, 3-qismi ham bo'ladi nasib bo'lsa, Allohim xohlasa. Shunda pastga kanalga obuna bo'l, like bos, tarqatib qo'yish. Esingizdan chiqmaydi, sizlar yaxshi odamsizlar. Xayr, sog' salom.